Ana hamsamiz usiz kapak ketibdi. Ketsa ketar. Nima bo'lgan? Xotin hammasi bachalari, narsalarni yig'ishtirgan ular. Ya, u priyom qilibdi. Amal qilibdi. Yo'q, rostdan ana yig'ishtirib narsalarni ko'chada o'tirib, ular ko'chib ketibdi menimcha. Rostdan. Ha? Yurqan? Yuring. Yurqan. Tezroq chiqing. Keling, qayerga ketyapsizlar? Urishlaringdan bezor bo'ldim. Usi, qayerga ketyapsizlar? İsmat anash sani kuyoqliging jonima tegdi. Uy qursam ham kuyasan, mashina olsam ham kuyasan, o'g'lim o'qishga kirsa ham kuyasan. Tinch joyga ketmoqchi biz xotin bilan. Ketamiz biz ko'chib. Uylaring kimga qoladi? Uy, ana shu uy sani otingga o'tkazdim. Senga sovg'a ana shu. Tushunding? Kerak emas men. Sen ham uy ham. Ketdik xotin. Sizga padarcha. Ketmanglar, urushmayman qaytib. Endi kech İsmat. Usi kapak. Javob bermayapti. Ovozlar tushma kiryapti hamsa. Bekor xafa qildim-da. Bir marta İsmat cho'ra desa aytdi. Usi kapak. Dada, Ha, turing nima bunda yotibsiz ey? tarki dunyo qildim. Hamsa ham yo'q. Bir hamsa gitara shunday qilyapsiz, turing yeri og'daraylik 2 kundan beri. Ovozlari tushma kiryapti. Usi kapak. Ket. Ha, shunga siqilish kerakmi? Zato uy bizara qoldi-ku. Haqiqatan. Ha, uy bizara. Turing. Endi bacham, hamsan uyda sen yashsan, o'zimiz uyda men yashayman, qaymi? Nasib bo'lsa seni uylantiraman. Zo'r bo'ling. Shu yerga kelin tushiramiz. Tamam. Yur. Assalomu alaykum. Bu yaxshimisiz? Rahmat. Bu egasizmi? Ha, man. Boshqa odam tika oldin. Oldin hamsa ham, endi men. Tashab ketdi-da, menga tashab ketdi uy. Demak, İsmat siz bo'lasiz, ha? Ha, biz. Endi menga qarang. Bu uy otida 1 milliard so'm krediti bor ekan. To'lamaganligi uchun siz otingizdagi hamma narsa musodara bo'ladi ekan. Sog' bo'ling. Bir nima de? Ha? O'zimiz uy ham ketdik dada. Endi qayerda yashaymiz dada? Bechora dadam 2 oy ketgandan keyin jilli bo'ldilar. Turing, hay, tog'amlarga olib boraman. Turing. Chumol. Dadasi bo'pladiga. İsmat'ı yomon qildim. 1 milliard o'g'latdim.